Assalomu alaykum. Omonmisizlar? Sizlarga hech qayerda aytmagan narsani aytib bermoqchiman hozir. Kaminani uzoq vaqtdan beri kuzatadiganlar juda ham yaxshi biladi. Biror bir ijtimoiy o'zgarish yo siyosiy vaziyatga munosabat bildirmayman, yozuq yozmayman. Lekin yaqin kunlarda bo'lgan bir holat yuzasidan fikrimni bildirmoqchiman. Chunki men bu og'riqda yashagan odamman. Bir necha oy oldin Sog'liqni saqlash vazirligida Demet loyihasini taqdimotida qatnashgandim. Vazir o'rinbosari Olimjon aka Omonov hamda butun jamoa, texnik jamoa juda ham bir chiroyli taqdimot qilgandilar. O'shanda ham ichimam yig'lagan, ko'zimga ham yosh kelgan. Kelajakda tibbiyot sohasida O'zbekistonda bo'ladigan o'zgarishlarni ko'rib ko'p ta'sirlanganman. Sabab onam rahmatli haqida ko'p gapiraman, juda ko'pchilik biladi. So'nggi kuni ham dey, doktor shunaqa ko'p dori yozib berdi. Eng oxirgi pullarimga shu xususiy klinikaning yonidagi aptekaga kirib, bir korobka, bir quti to'ldirib, osmokonlar, shpritslar, har xil narsalarni olib juda ham endi shuncha narsani bitta bemorga berib yuboradimi deb rosa hayron bo'lgan oliyotganimda. Endi doktor bilsa kerak deb turib olib kirganmiz, berganmiz. Ya'ni bir kunda o'zida bir nechtalab osmokolni ketma-ket ulab qon bosimini tushirib yuborishib, keyin uni ko'tara olmasdan, endi men alhamdulillah musulmonman. Taqdirga iymon keltirganmiz. Yaxshilik yomonni Alloh taoladan deb bilamiz. Lekin sabablar bo'lar ekan ba'zan. O'sha qon bosimini ko'tara olmasdan yurak qon tomir yetishmovchiligi deb onamni omonatlarini topshirishini o'zim guvoh bo'lib, men o'zim bir korobka, keyin bir quti dori bilan qolib ketganman. Ya'ni ba'zan retseptlar chapa yoqda yoziladi. Tushunib bo'lmaydi, uni orqasini surishtira olmaysiz. Davo ham qila olmaysiz. Sen noto'g'ri davolading, noto'g'ri dori yozib berding, boshqa. Ayni hozir retseptsiz dori berilmasligi, ba'zilari retsept bilan, ba'zilari retsept bilan, retseptsiz ham beriladigan 1800 ga yaqin dorilar turi bor. Bemor xohlagan aptekaga olishingiz mumkin bo'lgan. O'sha masalalarda jahon standartiga qarab yurishimiz shart edi. Chunki mas'uliyatli bo'lish uchun ham qancha bemorlar to'satdan vafot etib qolganda orqasini surishtirib borishim uchun men tibbiyot xodimlarini juda yaxshi ko'raman. Juda yaxshi ko'raman. Ahli ilmlar deb bilaman. Ertasi ham kun tashmida darsim ham bor, ma'ruzam ham bor. Ya'ni bu soha vakillari, o'zim qiziqaman, yoshimdan tibbiyotga qiziqaman, o'zim o'rganaman, havaskor. Hech kim davo qilmayman, lekin o'zim uchun o'zimda tajriba o'tkazib yuraman har xil. Lekin jahon standartida bor narsaga qarab yurishimiz va islohotlar ba'zan og'riqli bo'lishi tabiiy. Ba'zan birdaniga zapros ko'paysa tizim javob bermay qolishi, ba'zan ba'zi tashkilotlar, ba'zi katta bir shu sohada ish qilib turgan odamlarga bu yoqmasligi mumkin. Lekin o'zim bir fuqarolik pozitsiyamda va o'zim o'ta shaxsiy fikrimni bildirmoqchimanki, ayni bitta doktor 4 tadan ortiq retseptga dori yoza olmasligi, bu mana o'zi rosa ximikat bilan ana shunaqa bir allambora dorilarga o'tirib qolgan xalq bo'lib qoldikda. O'ta aptekaga, har qadamda apteka. Bir chet ellik aytuvdi, sizlarda bitta zo'r brend bor ekan, hamma joyda o'zini filiallari bor ekan, nima ekan desa Dorix ona degandi. Ana shunaqa. Ichimdan bir shularni aytgim keldi nimagadir. Inshaalloh Demetni o'zim o'rnatib, mana 2 oydan beri foydalanaman. Ya'ni poliklinikaga avvallari qancha soatlab o'chirda turganimizni eslasam, rahmatli bilan o'sha sarsongarchiliklar ketib, hozir uyingizdan turib xohlagan payti istalgan doktoringizga yozib, poliklinika bilan aloqada bo'lib, hamma tashxislaringiz, retseptlaringiz istoriyada saqlanishi, hamma tashxislaringiz saqlanishi, xohlagan doktorga olib borsangiz o'shandan tortib olishligi. U men imkoniyatlarini ko'rib juda ham havas qildim. Butun jamoaga o'zimning xayrixohligimni bildirmoqchiman. Va ba'zi narsalarni tushunishimiz uchun vaqt kerak bo'ladi. Ba'zi narsalarni tushunishimiz uchun o'shandan o'tgan bo'lishimiz kerak bo'ladi. Inshaalloh biz ayni Ibn Sinoni
avlodlar yana bir karra dunyoga tibbiyot sohasida ancha ustunligimizni ko'rsatib qo'yishimiz mumkin, Alloh nasib etsa. Va bu narsa albatta raqamlashtirish bilan bo'ladi. Qaysi soha raqamlashtirilar ekan, o'sha soha yengillashadi. Raqamlashtirish islohot degan narsa hammaga men qo'ymaslik tabiiy. O'zimiz ham o'zimizni bizneslarimizda avtomatizatsiya yo'lga qo'yganimizda ba'zi odamlarga hech yoqmagan. Lekin alhamdulillah butun jamoa, biz bilan ishlaydiganlar va bizni xizmatimizdan foydalanayotganlarga ancha yaxshi bo'ldi. Shu buni bir oddiy bir fuqaro, bir o'g'il, bir sizni hamyurtingizni fikri bilan qabul qiling. O'ta shaxsiy fikrim bu meni. Ehtimol men ko'rmayotgan narsalar bordir. Men bu sohani yaxshi tushunmasman. Men ehtimol dunyoqarashimni torlik qilib hisobga olmaydigan narsalar bordir. Uni ya'ni kim bilandir talash tortish va muhokamaga ham kirishmoqchi emas. O'zimni shunday bir fikrimni bildirib, pozitsiyamni bildirib qo'ymoqchiman. Va shu birinchi va oxirgi marta bo'lsa kerak, chunki aytdim yuqorida, odatda daraxtdan tushsam yugurib borib video qiladigan odam emasman. Ya'ni biz shu ta'limdagi odam, lekin shu tibbiyot sohasi bilan ta'lim sohasi ikki xil soha bo'lgani bilan, lekin butun jamiyatda eng asosini tashkil qiladigan odamlar, o'qituvchilar va shifokorlar bo'ladi. Inshaalloh o'sha shifokorlarimizni nasib kun kelib oyliklari ham oshib, har taraflama ularni obro'lari ham avvalgidan oshib, ulardagi yuklamalar yengillashib, Yunusoboddagi umumiy tibbiyot birlashmasi rahbari opamiz prezentatsiya qilib bergan paytda, u mana shuncha nechtayam papkani o'rnidan hozir biz kompyuterda tezda kiritib ishimiz ancha yengillashdi deganda, men haqiqatda bir yaxshi narsa ko'rdim bunda. O'shalar aytmoqchi edim. Va boshqa yaqinlarimiz agar biror bir fikr bo'ladigan bo'lsa, jon deb qabul qilishga tayyorman. Alloh salomat qilsin bizni. Issiqxon namozidan keyin shu yomg'ir 10 kundan beri shunaqa yog'yapti, hech tinmayapti. Go'zallikni qarang. Mashalloh. Hozirgina tog'alarimizni, yaqinlarimizni umraga jo'natdik. Safarlar bexatar bo'lsin, o'zlarimizga nasib etsin. Kuningiz xayrli bo'lsin. Duolarda esingizlar. Hech kim kasal bo'lmasin. Kasal bo'lsa ham yaxshilikka, gunohlari kaforat bo'ladi. Tezlik ko'rmaganda bo'lib ketsin. Sog' salomat holatda bu millatga xizmat qilish nasib etsin ko'proq. Kasal bo'lganimizda to'g'ri o'zimiz har taraf bizni yaxshi ham yomon kunimizga ham Alloh taolaga hamd sano aytamiz. Lekin tanani imkon qadar sog'lom tutishimiz kerakki, har ko'p yillar ko'p xizmat qilishimiz kerak bu yurtimizga. Barchaga omad, salomat bo'lasiz. Sizlar bilan Muhammad Ali Shoh. Arigato go'zaymoqda.